Ish qilib yurganlar diqqatiga bu. Yevropada, Slovakiyada, Bratislava shahrida qurilish sohasida bo'sh ish vakansiyalari ochilgan. Agar sizga bu qiziq bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'ying. Biz sizga bundanda yaxshiroq, manfaatliroq videolar chiqarishga harakat qilamiz. Xo'p, qurilish sohasida ish oylik 1,5 ming yevrodan boshlanadi. Apalavchik, armaturchik, svarchik, monolit. Hozircha 4 ta vakansiya bo'yicha vakansiyalarimiz bor. Xo'p, ish kuniga 8 soat davom etadi. 8 soatdan yana qo'shimcha ishlagan soatlaringizga отдельный haq to'lanadi sizlar uchun. Tekin yotoqxona, бесплатное проживание va ovqatlanish mutlaqo tekin hammasi. Sug'urta qilib beradi. Agar yillar davomida ishlayman desangiz, siz uchun отпуска ham to'lab beradi, bemalol hammasi. Yana sizni sug'urta qilib beradi. Siz uchun больницаlar tekin bo'ladi hammasi. Bemalol keyin yana bitta plyus tomoni sizga karta побита, ya'ni ID karta beradi. U ID karta bilan siz Yevropaning 29 davlatiga bemalol kirib chiqish huquqiga ega bo'lasiz sizga. Yevropa bo'ylab yuraverasiz. U karta побита 3 yillik bo'ladi. Undan keyin yana o'zingiz uni muddatini uzaytirsangiz bo'ladi uni. U sizga Yevropa ishlarini ochadi. Siz oyligingiz ishlagan sari ko'tarilib 2,5 ming yevrogacha ko'tariladi. Siz borgandan keyin bemalol davlat himoyasida bo'lasiz. Siz uchun бесплатный transport, бесплатное проживание, бесплатное питание, hammasi siz uchun. Batafsil ma'lumotlar uchun men sizlarga bir nomer qoldiraman. Agar chiqsangiz batafsil onlayn va offlayn shaklda ko'rsatmalar, tushuntirishlar olib boramiz. Kimda kim ma'qul kelsa, agar birgalikda hamkorlikda ishlashga harakat qilamiz sizlar bilan.